Qanaqa ish buyurarkan, o'zi ham har kuni ish buyuradi. Bugungi tembol yomon ish buyursa kerak, chunki bugun yakshanba. Obbo, yakshanba bo'lsa, uyimni buzib qaytadan qurib ber demasa bo'lgani. Dadam menga shunaqa ish buyurardilar. Har yakshanba biz uyni buzib qaytadan qurardik. Taq. Janob mer, eshitmaydi-yu baribir. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Ha, Jo'xa, keldingmi? Yo'q, kelganim yo'q, uyimda o'tiribman xotinimning oldida. O'tiraverasanmi? To'r ishla, davay, ishni ko'rish kerak. Shu ishni ko'rish uchun oldingizga keldim. Qanaqa ish bor degandingiz? Qarashtak, bizning qishlog'imizga omborxona bor edi, esidami? Esimda hech narsa yo'q, lekin omborxona. O'shani to'ldirish kerak. Qanday to'ldiray uni men? Qarochi narsalar kelgan, oldiga qarachi. Oho, buncha narsa. O'sha narsalarni qarashtak kiritish kerak. Yomon uyqum kelyapti. Uyqusi kelsa kekrasizmi? Kekirdimmi? Men esladim deb o'ylabman. Kallangiz joyidamisiz janob mer? Ha, joyida, xavotir olma. Bo'pti, mayli, hozir borib unda joylashtiraman narsalarni. Mayli. Siz cho'ta yomon narsa yeganmiz deyman, janob mer. Yo'q, unaqa yomon narsa yeganim yo'q. Bo'pti, men ketdim unda. Tak, hozir borib bu narsalarni omborxonaga kiritishim kerak, lekin qiyinga o'xshayapti, juda qiyinga o'xshayapti. Mayli, hozir kiritamiz. Tak, omborxonamiz ham juda eski avvaldan qurilgan, lekin ichi top-toza ko'ryapsizlarmi? Chunki ichiga hech narsa solib ko'rilmaganda, solinganda chang bo'lishi mumkin edi yoki eshik ochilganda shamol bo'lganda ichkariga chang kiradi, lekin eshik ham ochilmagan hattoki. Tak, bular qanday ko'tarsam bo'ladi? Bir amallab, okey, bitta ko'tarib kiritmasam bo'lar og'irda chunki. Tak, hozir asta kiritish kerak, chunki agar tushib ketsa sinishi mumkin. Bu yog'ochdan tayyorlangan, lekin sinadim yo'g'im bilmadim. Tak, endi mabodo sinib qolsa deyman-da. Tak, ana endi keyingisiga o'tamiz. Ikkinchisi, bu ham ustiga chiqib ketyapti. Namcha bular g'alati, aylana korobkami, bilmayman, bochka, esimga tushdi bochka. Bu bochkalarning ichiga menimcha meva sabzavotlar solib qo'yilsa kerak yoki boshqa narsa solib qo'yilishi ham mumkin yoki suvga o'xshash narsalar solib qo'yilishi ham mumkin. Asalmi yoki sutmi, shunday narsalar ham solib qo'yilishi mumkin. Tak, ana endi men yashiklarni olib kirish kerak. Bular ham anchagina og'ir ekan. Bularni men shu burchakdan boshlab taxlab boshlayman. Mana kay. Tak, endi nimaga o'tirib yurayapman? Mayli, mana buni ham olamiz. Bu og'ir ekanda, men yashiklar ichida hech narsa yo'q bo'lsa ham og'ir, lekin sababini aytaymi. Bu xul daraxtdan yasalgan. O'shaning uchun ham og'ir bo'lib tuyulaveradi. Quruq daraxtdan yasalganda edi. Bunaqa og'ir bo'lmasdi. Bemalol bir kishi bir qo'lda ham ko'tarsa bo'ladigan darajadagi yengil bo'lardi. Hozir vobshe og'ir ekan. Xo'p, mana uni ustiga qo'yayimmikan yo boshqa joyga qo'yayimmikan? Tak, men bu yerga qo'yib qo'yaman. Sababi bunday keladi, men bu yer ustiga qo'yadigan bo'lsa, men uni ochilmaydi hech kim. Men ostagini. O'shanda men shunaqa shu yerda turgani yaxshi. Tak, bu uchtani mana shu yerga o'rnataman, takoy qilib. Xo'p, olamiz. Tak, buni ham olamiz, buni ham olamiz. Ya'ni men olaman, sizlar qarab turasizlar. Xo'p, ana endi bu yerga o'rnatib chiqaman bular hammasini. Bu nimaga uch xil rangda bilasizlarmi? Tak, birinchisiga toza suv solib qo'yiladi. Bu toza suv kerak bo'ladi. Ikkinchisiga yashil narsalar, ya'ni qanaqa yashil? Obbo, qaysidir jetel yaramas nimandir boshladi. Men uyni portlatib yubordim. Nima qildi? Oy jetel, qaysing ovoz chiqaryapsan, xo'y. Bo'ldi, menimcha tugadi shekilli. Tak, yashilga o'simliklar solib qo'yiladi. Bodring, xullas yashil narsalar solinadi. Unga sabzi, shunaqa pomidor, qizil narsalar solinadi. Ya'ni qizil sariq aralash. Xullas mana shu bo'ldi, yopib qo'yamiz. Bu endi shu yana algacha ochilmaydimi, bilmayman, qachongacha ochilmaydi, hayronman. Mayli, bo'pti. Men shu jetelni uydan chiqdim. Hoy jetel, uyingdan qanaydir ovozlar chiqaryapsan? Yo'q, men chiqazganim yo'q. Qanday chiqadi? Kim chiqazdi bo'lmasa? Bilmadim. Bo'pti, mayli. Sen bo'lmasang qaradi, yaxshi. Tak, janob merga aytaman endi. Bu yana chiqyapti shu ovoz. Qayerdan kelyapti ekan? Qaysiga ovoz chiqazyapsan, ey? Bilmam qaysi chiqazayotganini. Janob mer, ishni tugatdim. Ha, bo'pti. Qarashdak pul bor. Birinchi seft ichida o'shanda bir stak ol. Bir stakmi shu qilgan ishim uchun? Ha, kammi? Yo'q, kam emas, ko'p demoqchi edim, mayli. Tak, bo'pti janob mer, unda men ketdim, rahmat. Arzimaydi, bo'pti, bor tezroq. Aha, mayli, yo'q, dahshat. Endi borib xotin bilan choy ichib o'tiramiz. Menimcha choy damlab qo'y deganim, damlab qo'ygan bo'lsa kerak. Do'kondan u bu narsa olib ketsam. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Jo'xa, qalaysan? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi, nima gap? Tak, menga bir ikkita narsalar kerak. Yangi narsalar kelibdimi do'koningizga? Shunaqa. Nima kerak? Tak, hozir topib olayenda. Obbo, qanaydir ovoz chiqyapti, eshityapsizmi? Eshityapman, nima qilay? Buni yo'qotish kerak. Qarashtak, go'sht olib olaman bir ikkita. Bunaqa 64 ta emas. Tak, 1 2 3 4 5 ta olsam yetsa kerak. Qolganini joyiga qo'yaman. Sizga qancha pul kerak? 5 ta nima edi? Go'sht uchun.
$5 berasan-da, qancha berarding? Ha, to'g'ri aytgancha $5. Tak, mana o'sha kassangizga tashab qo'ydim. Bo'pti, mayli, kep tur. Yo, kompyuter olibsizmi, brat? Ha, oldim. Qalay ekan? Chotki normal ishlatib ko'rmasam bilmayman qanaqaligini. Tak, biz yo'lni qisqartirib o'tamiz, ya'ni manni qisqartirib o'taman. Tak, hozir borib xotinga aytamiz, tushunmadim. Xotinim kim bilan gaplashib o'tiribdi? Bu kim bo'ldi? Tushunmadim. Qanaqadir erkak? Bo'pti, xotinim bilan. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Kim bo'ldi ekan bu? Hozir borib janob merga, janob merga nima aytaman? Axir bu yerda nima qilyapti tushunmayapman. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Hozir xotinimga telefon qilay. Tak, telefon. Telefon ishlamayapti. Tushunmadim. Kim bo'ldi ekan bu? Qayoqdan paydo bo'lib qoldi bu? Qanaqa erkak edi bu? Tushunmayapman. Gaplashib o'tiribdi hali ham. Yo'q, kim bo'ldi? Kim? Nahotki xiyonat qilyapti? Yo'q, qanaqa xiyonat qilishi mumkin? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Janob merga aytib beraman yaxshisi. Chunki janob mer biladi. Yo'q, janob merga aytmayman. Janob merga aytsam sharmanda-ku. Nima qilsam ekan? U kim edi? Kim bilan gaplashib o'tiribdi ekan? Hozir bilishim kerak qanday qilib bo'lsa ham. Yaxshisi borib so'raymikan kim bu deb. Yo'q, borib so'rasam ham g'alati-da, lekin kutib turaman, balki eshikka chiqsa keyin ko'raman kimligini. Yaxshi, endi kutib turaman, qachon chiqarkin bular? Chiqishini kutaymikan yo o'zim boraymikan? Ana chiqdi shekilli bular. Hoy, yaramas, kimsan? Menga qara, hoy. Nima deganing bu? Hoy, kimsan? Nima meni xotinimning oldida o'tiribsan? Hoy, yaramas, ablah. Sen aralashma xotin, jim tur. Hozir mendan ko'radi yaramas. Yaramas. Hozir seni men hozir uchirib yuboraman, yaramas. Ablah, sen hali xotinimning oldida o'tirasanmi? Tentakmisan? Men xotiningning akasiman-ku. Akasi? Nima xotinim? Bilayapti nima deb akangligini nimaga aytmading, voy jinni? To'xta, qayoqqa ketyapsan? Endi bu ham arazladi. Nima qilaman? Ikkalasi ham arazlab qoldi. Mayli, o'zi ortidan xonani chekiraychi. To'xta, qayoqqa ketyapsan, voy xotin? To'xta, nima sen mendan arazladingmi, voy? To'xta. Ichkari kirib bo'lgan ekanman. Nima bo'ldi? Nima arazlaysan? Aytish kerak edi akangligini. Bilmabman, bilmasdan urib yuboribman. Aytmasang qanday bilaman akangligini, voy jinni? Nima arazlayapsan, voy? Voy, arazlama. Nimaga sen uryapman? Korotchi, nimaga arazlayapsan? Arazlama, tushunyapsanmi, voy? Aytishing kerak edi akam keldi deb. Men akang emas deb o'ylabman uni. Tushundim. Ko'rdim, polz o'sib ketgan. Bu toz bor, polz o'zalayman unda. Sen xafa bo'lma unda. Asabingni joyiga keltirib ol. Asabi chiqdi dedimi? Urraymikan kirib, mayli urmayman. Damnosin keyin nima ko'rishim kerak? Axir akasi ekan u. Lekin jahlim juda ham chiqdi, ko'rdinglarmi? U akasi